Har kuni tushlik yoki kechki ovqatga osongina taom qidirayotganingizda aynan shu taomni sizga tavsiya qilaman. Xullas, bunday maydalangan piyozga non talqoni, tuxum va ziravorlar solib, aralashtirib, ustidan esa qiyma va Uzrays firmasining alanga guruchlarini shunchaki yuvib solib, hammasini bir maromida yaxshilab aralashtiramiz. Qiymamizni urib, keyin esa koptokchalar yasaymiz. Tayyor koptokchalarni esa yog'da shunchaki qizartirib olamiz. Qizargan koptokchalarimizni yig'ib olamiz. Aynan o'sha yog'da piyoz, keyin esa chesnokni solib, yaxshilab qovurib, oldindan tayyorlangan suv va tomat aralashmasini solamiz va koptokchalarimizni suvga solamiz. Past olovda 15 daqiqa qaynagandan keyin esa mayda makaronlarni solib, ustini yopib dimlab qo'yamiz. Sal qolsa esdan chiqibdi. Tuz, shakar va rolton ziravorlarni solib, ustini yopamiz. Ro'pa-rosa 10 daqiqadan keyin taomimizni dasturxonga tortamiz. Taomni suzganingizdan keyin tortishdan oldin ustidan mozzarella sirini shunchaki mayda qirg'ichdan chiqarib olamiz. Bu taomni yanada mazali qiladigan aynan mozzarella siri. Oilangizga yana bir mazali yangi taomni tayyorlab ko'ring. Tavsiya etaman.